перегородкаlarni отдельно qildik-da, u dinamit taxladik-da. Shunday qildi. 65 deb aytdim. 55 bilan tasarruf etamiz-ku. Ya, 55. 7 etajdan 4 etajda turamiz. 4 etajdan 3 xonali 85 kvadrat metrga uyimiz chiqdi. Adresimiz Saxirniy Balisanni yo'li bilan Severniygacha kelaverishda o'ng qo'lda bo'ladi. Ekskavatorning. Narxini 65 ming deyaptilar, yana ozgina o'tib beradigan joyi bor. Uyimiz korobka holatda, bitta-ikkita ishlari qilingan, svet tortilgan, batareyalar qo'yilgan, ikki tomonda balkoni bor, 85 kvadrat metr ichiga balkonlar tiqilmagan. O'shalar bilan 90 nechi bo'lsa kerak.